Nimaga bratan? Bilyapsizmi, hormayapsiz? Salomat bo'ling. Boringizga shukr aka. Hozir zavod bo'ladi mashinangiz. Shukr, mana usta akaga rahmat katta. Biz og'irimizni yengil qilib mana mashinamiz zavod bo'lmay turganda, o'chib qolib turganda usta akamiz o'zlari aytishdiki, zaslonkadan bo'ladi deb bitta gapirishdi, xuddi o'sha joydan ochishdi mana. Xudo xolasa ishni tugatish arafasida. Rahmat. Sizlarga ham taklif qilaman, mana shu ustaxonaga murojaat qilishga, mashinada nosozlik bo'lib qolsa. Zavod qilib ko'ring.